Hoji aka, bu texnikani ko'rinishdan tanki deb o'ylayotganingiz yo'q, mabodo. Agricola Italiano degan siyalkani ko'rsatganimizda mana bu o'zbekistonlik 17 yoshar yigit bilan bu yigitning dadalari o'sha siyalkadan ilhomlanib, nimaga endi italiyaliklar yasaydi-yu, biz yasaymiz deb yasaganda buni. Sodiqjon, yaxshimisiz, salomatmisiz? Abdurauf aka keling. Abdurauf akamiz, yaxshimisiz, salomatmisiz? Yana bir bor tinchmisiz? Birinchi sizdan ko'proq suhbatingizni olamiz, keyin Sodiqjon maydalarga tushuntirib beradi. Siz bilan gaplashganimizda ko'pchilik boshqa xayolga borishi mumkin. Siz o'sha Agricola Italianoni ko'rsatyapsiz. Bizda ham shunaqa texnologiyalar bor. Biz yasaymiz, yasay olamiz, bilimimiz bor. Sodiqjon bilan birgalikda bu yigit ilm olyapti. Shunaqa deb aytganingiz, rostda shunaqa bo'lganmi? Qanaqa qiziq, bu g'oya qayerdan keldi o'zingizlarga? Endi bu g'oya bir Sirdaryoni o'sha Xovos tumanida amakilarimiz bor. Endi ular fermer xo'jaligi bor, bir 200 gektar yeri bor. Endi o'zlari piyoz ekkan. Bu o'sha maktabda o'qigan payti kanikulda o'sha piyoz yig'ish payti amakimnikiga, akamnikiga hasharga borgan. Endi buni pashsha chaqqan, qiynalgan, yulgan. Keyin boyagi ko'chat masalalarini amakim Bahodir taniysiz, Bahodir bilan gaplashganda o'shanda g'oya paydo bo'ldi-da, bu keldida o'zicha bir nimalardan bittalik sudraydigan selka yasadi. Boyagi bitta jo'yakka ular ekib ko'rdi, boshqa qildi, o'shandan ilhomlanib ko'payib ketdi-da, mana shu narsaga paydo bo'lib ketdi. Endi bunga sizlarda ekilgandan keyin boshqa jihozlari ham bordi ko'rdim. Keyin yig'ishtirish bo'yicha qilindi, yig'ishtirish jihozlari ham qilindi ular. Demak, o'sha Agricolani biz aytib o'tdim-da, hali bular bizning muxlislarimiz shu Agricolani ko'rishib, ilhomlanib, biz ham yasay olamiz deyishgan. Endi shunday, endi o'shanday bizlar ekkan ko'chatimizni chiqishi, unib chiqishi, oraliq tomonlarini biz Agricola bilan raqobatlasha olamiz. Faqat bizlarning ishlab chiqarish quvvatimiz. Gektarni Agricolachalik bizlar ekamiz. Endi uni ko'p ob'yom bajara olmaymiz. Ot kuchi bilan buni solishtiramiz. Ham производительность deymiz-ku. O'shani sal kichikroq. Lekin o'sha Sirdaryoda pol usulida ham, marzaga ekadi, o'zingiz bilasiz. O'sha tomchilashib sug'orishga ham, hattoki shu agatga ham ekilyapti hozir dehqonlarimiz. Yashang. Aka, Babir ko'proq mana bu Sodiqjon ukamizdan bu maydalab ma'lumot olsak, bu yigitdan haligi texnologik sizda ham bor, endi bu yigitda ko'proqda yoshlarda. Ko'proqda. Shu ozgina maydalab bu yigitdan ozgina tushuntirib bersa bu yigit, keyin qolganini yana davom ettiramiz-da. Sodiqjon, sizga savollar bor, aka, shuni olaman. Bizga endi mana dadangiz bilan bo'lgan holatni bildik. Mana bu yig'adigan uskunalar ekan. Buni yasalish jarayonlari, qanaqa yasalgan, nimalar qo'yilgan, bir maydalab tushuntirib bersangiz. Bu texnikani o'zi yasashni qishda boshlaganmi? Qor yog'gan edi o'sha vaqtlari. Keyin birinchi bu texnikani gusinsalik qilmagan edik. Keyin qorda haydab ko'rdim buni. Haydab ko'rganimdan keyin bu rollari bor, burilayotgan edi boshida. Tiqilib qolaverdi. Keyin o'yladim, tuproqda bu loy bo'lsa yo nimadir bo'lsa yana tiqilib qolib ketadi-ku degan xayol keldi. Undan keyin gusinsalik qildim. Yashang. O'zi hali dadangizlar ham aytib o'tdi, qayerdan bunaqa narsa yasayman degan g'oya o'sha qiyinchilikdan kelganmi? Pashshalar izlari qolganda tanamda. Shundan keyin shu og'riqdan muammoni yechimi keladi-da keyin. Gap yo'q, mana bu detallarini tushuntirib bersangiz, baribir bizni YouTube'da ko'p obunachilarimiz ko'radi. Nimani narsasi qo'yilgan, ballonlar nimaniki, shulardan bir izohlab bersangiz. Motori Tiko motor qo'yilgan. Buni kuchi yetadi. Tiko motor qo'yishdan maqsad расход kam bo'ladi, ekonomичный bo'ladi. Zapchasti biror joy buzilsa arzon turadi. Keyin bu yog'iga Matiz korobkasi qo'yilgan. Matiz korobkasidan keyin bu yoqqa ketganda granata bilan keyin bu yoqqa razdatkaga o'tgan. Razdatkani Nivanikidan olganmiz. Undan keyin bu yana o'qdan borganda zadniy mostga olingan. Zadniy mostni Volganikidan olib, kesib to'kirni stanoklarda to'g'rilab, razmerlarini moslab yasaganmiz. Hozir 1 daqiqa muxlislarga murojaat qilib ketmoqchiman. Qadrli muxlislar, 17 yosh yigitchada bu yigit hali 18 ga to'lmagan. Bitta like bosib, qo'llab qo'yasizlar. O'zbekistonda shunaqa qorako'z o'zbeklarimizdan ilmli yigitlar ko'paysin. Mana yoshlarimizga motivatsiya bo'lsin. Nimaga ko'rsatyapmiz Sodiqjonni? Ilm bilan ko'p narsani qilsa bo'ladi. Hozir bu yerda qarang, Tikkoni motori, Matizning korobkasimi? Matiz korobkasi, Niva ham bor.
Volga ham nechta narsadan bu ilm bilan yig'ilganda, mayli agrikolachilik bo'lmasa ham, uni endi ortkichi katta zavodlarda ishlatiladi, lekin o'zimizning mahalliy agrikolani olib kelib ekalmaydigan Sirdaryo, Jizzax atrofidagi yetishtiruvchilarimizga mana shu siyalkadan bemalol foydalansa bo'ladi. Sodiqjon yana davom etsak bo'ladi. Keyin aytadigan bo'lsam, balonlari Sparkli balondan olingan. Keyin bu lentalariga keladigan bo'lsak, bu drabilkalarda, shebin zavodlarida ishlatiladigan toshni tepaga olib chiqib berish uchun kerak bo'ladigan lentalar olingan. O'shandan olib, o'rtasidan kesib, yorib, temirlarni qayirib, bitta-bitta boltlar bilan qotirib chiqamiz. Yashang. Mana bu siyalka baribir piyoz bilan shug'ullanamizki biz. Sodiqjon piyoz urug'larini savdosi bilan shug'ullanamiz, piyozchilik bilan maslahat bilan shug'ullanamiz. Piyoz urug'larini ko'ryapmiz. Keling, mana shu agregat haqida, agregat deyiladimi o'zi bu? Shuni tushuntirib bersangiz. O'zi buni ekishdan oldin siz bilan ancha maslahatlashganmiz. Siz bilasiz, ekspertsiz. Shundan keyin yasash boshlaganmiz bu narsani. Vakuumli qilmoqchi edik boshida. Sxemalari haqida ancha gaplashdik dadangizlar bilan. O'zi boshda vakuumli qilmoqchi edik, keyin vakuumli hamma joyda bor dedik, yangilik qilaylik dedik. Keyin buni o'zidan harakat oladigan qilib, mana bu aylanganda urug' tushadigan qilib yasaganmiz buni. Urug'lar bu yoqdan solinadi. Urug'lar bu yerdan solinadi. Bir zapravkasi bilan 2 gektarga yetadigan urug' solinadi bu yerga. Va mana bu ichidagi ko'klar bilan bularda urug' turadi, urug' pastga tushaveradi. Har bu aylangan vaqti urug' bu yerdan pastga qarab tushaveradi. Bu nechilik sxemada ekishga mo'ljallangan hozir? Bu dehqonni talabiga qarab o'zgaradi. Ya'ni bular yechiladida qisqa, kalta bo'ladi. Ya'ni tomchilatib sug'orishga, hozir tomchilatib sug'orishga moslangan. Bu yerga yana bitta pul qo'ysa, bular orasi yana o'zgaradida, keyin suv bilan ariqdan sug'orish orqali ham mo'ljallangan-da, demak. Xohlasa yetishtiruvchimiz, xohlasa agar sizga talab bo'lsa, tomchilab sug'oraman desa, tomchilab sug'orishga ekib berasiz. Ariqdan sug'oraman desa, ozgina sxemani o'zgartirib, ariqdan sug'orish orqali ham ekib bera olasiz. Zo'r gap yo'q. Mana bu balonni men hayron qolyapman. Buni o'zingiz tushuntiring. Propan balon. Propan balon qo'yilgan. Propanga yuradi. Yoqilg'ini iqtisod qilamizmi propan orqali yoki yoqilg'i bo'lsa arzonroq bo'ladimi degan. Buni aniqlik kiritib ketaylik. Bu ekonomishni bo'lgandan keyin rasxodi kam bu. Propan qo'yilganini hisobiga. Propan metanga qaraganda kuchliroq bo'ladi va bu zapravka qilib kelish tez bo'ladi. Zo'r, yashang, baraka toping. Bu texnikamiz orqali bir kunda deylik, hozir shunaqa holat bo'ladi, mana 90 bosib piyozlari ekilganda Sodiqjon, hamma mana yog'ingarchilik bo'lyapti. Yog'ingarchilik to'xtab, yerlar yetilganda o'sha Agrikola Italianoni aytyapmiz, ko'p misol keltiryapmiz. Samarqand hududida ko'proq, boshqa hududlarga olib bora olmaydi. Boshqa hududlarda ham ekishmoqchi. Demak, o'sha paytlarda boshqa hududlarda ekishga mana shunaqa texnikalarga hojat bo'ladi. Bir sutkada deymizmi, bir kunda deymizmi, qancha maydonda eka olamiz bu texnika orqali? Bu texnika bilan maksimum 5 gektar eksa bo'ladi bir kunda. Chunki ot kuchi sal kamroq, 40 ot kuchi bu. Buni zamonaviylashtirsa, bemalol agrikolalarda eksa bo'ladi. Buni endi o'zgartirish. Yerda mexanik holatiga ham bog'liq u. Qanaqa toshloq yoki qumlik yoki boshqa bog'liq jihatlari ham bor. O'sha yer ideal holatda yaxshi bo'lsa, bemalol 5 gektar ekan. Yashang, baraka toping. Hozir xo'p, mana butun YouTube ahli ko'radi, xudo xolasa, O'zbekiston va butun dunyo ko'radi endi YouTube'da. Nima yangiliklarni reja qilgansiz hozir? Baribir siz yoshsiz, o'qishingizni ham aytib o'tsangiz, bir to'lasi esimdan chiqmasin, qayerda tahsil olyapsiz? Men hozir Samarqand viloyatida Samarqand davlat veterinariya va meditsina biotexnologiyalar universiteti akademik litseyida o'qiyman, 2-kursman. O'zi texnolog ekansiz, salkam. Agrotexnolog. Agrotexnolog, zo'r, yangiliklar. Nima yangiliklar qilamiz? Nima o'zgartirishlar qilamiz yana, xudo xolasa? Bo'lsa, bunga hujjat to'g'irlaymiz, buni keyin zamonaviylashtiramiz. O'zi zamonaviylashtirsa bo'ladimi? Shunaqa yo'llari bormi hali buni? Buni endi qo'limizga nima tegsa shundan qilganmiz. Buni endi radiatori Nexia'nikidan olingan, bunisi bu mashinadan nima topsak shundan terib yasaganmiz. Balkim ijtimoiy tarmoqlarda yurtdoshlarimiz, vatandoshlarimiz ko'rib qiziqar. Balkim shu yigit istedodi bor ekan,
keling bizga telefon raqamlarini bering, biz bir hamkorlik qilaylik, bir shunaqa sohasini rivojlantirishga hissa qo'shaylik deydiganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu deyarli live formatida ketyapti. Telefon o'zingizni telefon raqamingizni birdan aytib ketsangiz, biz imkoniyat darajasida buni ko'p bezak bermasdan videoni qo'yadigan rejamiz bor, xudo xolasa. 88lik 704 55 88. Qadrli muxlislar, 88lik 704 55 88. 55 88 telefon raqamlari orqali Sodiqjon ukamiz bilan bemalol bog'lanib, o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki bir qanaqadir hamkorlik istagingiz bo'lsa, bu texnikal bo'lsa, savollar bo'lsa, shu ukamiz bilan bog'lanib bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Hammani sizga ham rahmat avvalambor, hammaga bizni ko'rayotgan obunachilarimizga, mana bu yerda bizni tomosha qilib turibdi muxlislarimiz ko'rishyapti, hammaga rahmat. Xudo xolasa, mana shunaqa O'zbekistonda ham texnologiyalarni rivojlantirishda yana ham ilg'or texnikalarni ko'rish nasib qilsin. Ushbu ko'rgazma Samarqand viloyati Jomboy tumanidagi AgroPro 2026 dasturida Sodiqjon ukamiz bilan gaplashdik. Like tugmalarini bosib qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Rahmat sizga.